Hook nima bilasizmi? Hook o'sha mana shu hook bo'ladi, ya'ni ushlab qolish qobiliyati. Xullas, akalar, o'ta chiroyli narxga, o'ta ko'p funksiyasi bo'lgan Dongfeng T5 EV topib qo'ydim. Akalar, xullas, mashinani tashqi ko'rinishini hozir aytaman, oldin ichidan boshlab beradi. Elektropaket o'rindiqlari, abdufi, abagrefi, multirollari, panorama tomlari, hamma narsasi borini, xullas 1100 zapas kodli Dongfeng. Mashinani holati juda ham go'zal. 2023-yil 80 ming probegida ekan. Eng qizig'i, mana shu joyda 10 sm yoki 12 sm qalamcha tegilgan joyi bor dedilar, lekin dashi ko'rinmaydi, ham topish ham iloji bo'lmadi. Chiroyli qilib chiqarib qo'yilgan ekan. 10 sm. Ishoning, juda ham zo'r holatdagi Dongfeng. Menimcha o'ta shikolat narxga topib qo'ydik. Salon holatlarini ko'rsataman. Hamma narsasi ishlab turibdi ekan, multirollari, stop knopkalari, klimat kontrol, cruise kontrol, hamma narsasi bor. Eng qizig'i, menimcha bu narxga ishoning arziydi. Nech pul deb o'yladingiz? Bitta like bosib qo'ying. Bosmadingiz va bosib qo'ying, podpiska ham tashab qo'ying. Men siz uchun harakat qilib qulay narxdagi bunaqa mashinani topib turibman. 16900 deb belgilab. 1100 kilometrlik zapas kodli Dongfeng. Bosib oladigan joyi. Bosib oling.